Joriy yilning 1-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryoda Agni-Tushvitel, ya'ni o't o'chirgich moslamasi portlatilgani haqida foto va video lavha tarqaldi. Shu kunning o'zida viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ya'ni Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizligi xizmati Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Milliy gvardiya xodimlaridan iborat tezkor guruh tashkil etildi. Olib borilgan tezkor surishtiruv-qidiruv ishlari natijasida voqeaning Qo'shtirnoq ichidagi qahramoni aniqlandi va u jamoat xavfsizligiga tahdid solgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Tezkor surishtiruv tadbirlari olib borilishi natijasida Sirdaryo tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan mahalla hududida portlatganlik holati aniqlanib, ushbu holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi hamda 185-moddasining prim 2 qismi bilan hujjatlar jamlanib, qonuniy qaror qabul qilish uchun Sirdaryo tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga taqdim qilindi. Jinoiy ishlar bo'yicha Sirdaryo tumani sudi tomonidan Do'stlik mahallasida bo'lib o'tgan sayyor sudida bu huquqbuzarlik keng jamoatchilik, mahalla faollari ishtirokida muhokama qilindi. Albatta, lavhamizning Qo'shtirnoq ichidagi qahramonning bu xatti-harakatlariga sud tomonidan xolisona baho berildi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 hamda 185 moddasi bilan aybdorlik topilib, undan so'ng 183 moddasi bilan 15 ga ma'muriy qamoq, 185 moddasi bilan 5 barobar jarima jazosi tayinlanishi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan jazolarni og'irligi yengilligi qoplashgan tariqasida 15 yoshga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Mana sud jarayonida shu narsani tushunib yetdimki, iqtidorimni boshqa yo'nalishga ishlatishga sharoitim bor edi. To'g'ri yo'lda foydalanmagan sababli shunday ishlar kelib chiqdi. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Yaxshiyamki bu pirotexnika vositasini ishlatgan vaqtimda hech kimga ziyon tegmagan, hech kim zarar yetmagan. Men mana Toshkent shaharda bo'lgan voqeani ko'rganimdan keyin buni oqibati naqadar og'irligini bildim. Bu huquqbuzarlik tafsilotini to'liq bayon etishdan murodimiz yoshlar tarbiyasida befarq, loqayd bo'lmaslik. Qo'shtirnoq ichidagi qahramonning xatti-harakatlari ham yoshlar tarbiyasida hech qachon bo'shlikka, e'tiborsizlikka yo'l qo'yish achinarli holatlarga olib kelishini yana bir bor dalillab turibdi. Ogohlik, hushyorlik bugungi davr talabi ekanligini hech qachon unutmaylik.